Assalomu alaykum. Hokimbek Sodiqov YouTube kanalining obunachilari. Bodrumda salomlar bo'lsin. Bodrumda biz hozir Bodrumdagi A101 marketida bir nimalardir olamiz. Xudo xolasa shuni videosini sizlar bilan qilamiz. Hozirgi paytda biz sohilda bo'yidamiz, ya'ni dengizda bo'yidamiz. Shunaqangi chiroyli manzara. Odamlar dam olyapti, cho'milyapti. Bugun juda ham zo'r havo, qandaydir shamol bilan issiq bir vaqtda. Lekin juda ham zo'r havo bo'lyapti. Xudo xolasa sizlar bilan Turkiyaning eng mashhur A101 magazinida olish-verish yapamiz, ya'ni bir nimalardir olamiz. To'g'risi plan yo'q, ya'ni nimalardir olgim kelyapti, yegim kelyapti. Sizlar bilan birgalikda narx-navo bilan tanishamiz. Mana bu yerda bolalar mazza qilib, mana bu yerda shunaqada chiroyli plus shunaqangi chiroyli manzaralarda sayr qilamiz, magazinga boramiz. Hozirgi paytda kursni narxi ya'ni $1 46 TL. Ya'ni bularni puliga aytadigan bo'lsak, $1 46 TL. Juda ham shamol bo'lyapti. Ya'ni biz dengiz bo'yidamiz. Masofamiz bir где-то 50 qadam, 30 qadam uzoqlikdamiz. O'shancha shamol. Juda ham zo'r havo. Kursni narxini aytdim. Общий to'plam narxni o'zinglar xohlasanglar so'mga, xohlasanglar dollarga bilib olasizlar. Biz shunaqangi chiroyli manzaralarda YouTube kanalimizda videosini boshladik. Xo'sh, biz mana bunaqa ko'chada keldik. Ya'ni shahar markaziga где-то 20 metr uzoqlikda mashinalar albatta. Biz eng yaqin A101 magazinni topdik. Turkiyada kelganlar mana bu znakni ko'rganda A101 magazin borligini bilsanglar bo'ladi. Mana juda ham chiroyli magazin. Mana narx-navolari bilan chiroyli qilib menyu qilib qo'yishgan. Birgalikda kiramiz. Bismillah. Hop. Birinchi kirganimizda mana bunaqa mevalar, suvlar bor. Sekin-sekin aylanib bir nimalardir olamiz. Hop, birinchi biz avara olaylik. Ya'ni nima olsak ekan? Qaranglar narxlari. Mana bunaqa pechenyechalar bor ekan. Qaranglar. Sizlarga aytdim, $1 46 TL. $1 46 TL. Pechenyelar narxlarini qaranglar. Yaxshi bo'ladi. Choy bilan qanday ichishga har xil. Pasta. Cho'qi krem pastasi 40 grammligi ekan.
juda ham zo'r. Mana bunaqa kekslar bor ekan. 13 TL. Mana bunaqa shirinliklar bor. Endi bolalarniki bu 7 TL. Juda ham arzon, juda ham zo'r. Qaranglar. Bir şey bor. Hop, videoni davom ettiraylik. Ketdik. Ha, A101'da yana har xil texnikalar sotadi. O'zini shu Instagram kanalida reklama qiladi. Ya'ni nima tovarlar kelganligini bilishinglar mumkin. Mana har xil texnikalar bor. Olsanglar bo'ladi. Hop. Bu yoqda yana boshlaylik. Mana har xil holvalar. O'zini milliy mahsulotlari bu yoqda. Muzqaymoqlar. Qaranglar, muzqaymoqlar juda ham ko'p turlari bor. Qaranglar, oynada chiqarib qo'ygan. Bizda qog'ozda nomi bilan yozib berdi. Bularda mana bunaqa chiqartirib qo'ygan. O'rgansanglar bo'ladi. Ya'ni ko'pchilik magazinlarga kirsak, shuni listi nomi bilan yozib qo'ygan bo'ladi. Yo'q. Bularda qaranglar, ko'rinishi qanaqa bo'ladi, qaysi firmaniki, qanaqa nima, narxi necha bo'ladi, hamma yo'qlargacha yozib qo'ygan. Qaranglar. O'rganinglar, ba'zi marketlar. Mana tuxum. Tuxumni narxini ko'pchiliklar so'raydi. Qaranglar. 10 adet, ya'ni adet degan dona degani organik yumurtaga, ya'ni adashmasam uy tuxumi 108 TL. 10 donasi. Qaranglar. Обычный tuxum, ya'ni fabrikani tuxumi 95 TL. 10 taligi. Gezen tovuqlar deb qo'ygan, ya'ni navada. Bu yoqda polni sir mahsulotlari, har xil mahsulotlar. Takoy aravachani suzib qo'yganman. Juda ham ko'p mahsulotlar bor. Hop. Bu yoqda har xil sneklar, ya'ni pista, bodom, shunaqangi narsalar bor ekan. Qaranglar. Fırında pishirilgan no'xat, ya'ni duxovkada marinovka qilib pishirishadi. Qalamon sujuk. Ya'ni вообще zo'r narsa. Usti marmelad, ichi yong'oq. Qaranglar, вообще zo'r narsalar bor. Bu yoqda chipslar. Chipslar. 64 TL ekan. 45 TL ekan. Sambo ham zo'r. Samboni nimasi ham, firmasi ham zo'r. Mana 45 TL. Davay, bittadan sotib olaylik. Masalan, deylik, 19 TL ekan. Ya'ni bu nima? Kukuruzda, ya'ni makka jo'xorida qilingan. Bu ya'ni haqiqiy chips emas, haqiqiy chips olamiz, ya'ni kartoshkadan tayyorlanganini olamiz. Mana bundan oldik. Bitta. Обычный. Endi banondan olaylik. 64 TL. Hammasi ketchup aromatli. Boshqa aromatli yo'qmi? Hammasi ketchupli. Ya'ni boshqacha aromatli yo'q ekan. Davay, mashina. Yeb ko'ramiz. Ichda bo'ldi. Yana nima bor? Mana bu joyda har xil nimalar. Yosh bolalar uchun
kukuruzdan kelgan nima. Bu ham buni yeb ko'ramiz. Bir nimalardir yegingiz kelsa olishingiz kerak. Qaranglar, bu yoqda har xil narsani video cho'zilib ketyapti. Yoki magazinni полный xuddi men bilan sayr qilgandek, men bilan olish-verish qilgandek his qilishingiz uchun video ko'p bo'ladi. Qaranglar, bu yoqda har xil shirinliklar, mana stik. Mana stik 29, başı 30 TL ekan. Stik. Bu yoqda har xil. Mana marmelad. Turkiyaning marmeladi halol. Turkiyaning marmeladi ko'pincha halol bo'ladi. Demakki, bular molni yog'idan, molni tuyog'idan foydalanadi. Lekin mana o'qib ko'rish kerak. Halolmi, halol emasmi? Marketdan so'rab, ya'ni sotuvchidan so'raganingiz yaxshi. To'g'risi men ya'ni marmelad uncha yemayman. O'shaning uchun men tavsiya bera olmayman. Ya'ni marmeladda mashinasi halol deya olmayman. Nimagaki albatta javob berisham. Qaranglar, har xil shokoladlar. Har xil shokoladlar. Вообще. Bu 85% deydi. Wow, вообще. Shokolad ketmaydi. Har xil nimalar. 14 TLdan. Mana nondan mana bunaqa narsa qilgan. Ya'ni bizning suxariyimiz. Kirishlar deb beri har xil. Pechenyelar. Mana donasi 7 TL. Başı 8 TL. Har xil pechenyelar. Mana ham zo'r narsa qilgan. Hatto sirni ta'mi kelib turadi. Sirni ta'mi keladi. Endi mana yegiz kelsa mashina ham olaylik. Bu nima? Har xil nimalar, qo'shimchalar, ya'ni vanili, kraxmal, shunaqa narsalar. Bizga albatta qaranglar, juda ham ko'pchiliklar koksiyachilar. Короче, koksiya qilish uchun yoki qandaydir pankeklarga mana yozib qo'ygan nimalarni ishlatsa bo'ladi. Mana. Asham вообще zo'r. 145 TL ekan. 145 TL. Normal. Ha, ko'pchiliklar yog'ni narxini so'rashadi. Yog'. Zaytun yog'i, Turkiyani yudum, mana shu zaytun yog'idan olsanglar, xudo xolasa, juda ham zo'r yog'. Men o'tgan yili monon yog'dan olib keldim. Bu ham zo'r, haqiqatdan. Lekin mana bu yudumni polniy nimasi bilan tanishib chiqdim. Bu Mersin qishlog'idan shunaqangi zaytun bog'laridan yetishtiriladi. Ya'ni bizdan Bodrumni 1-2 soat, 2,5 soatlik masofa uzoqlikda. Ya'ni juda ham zo'r yog'. Qaranglar, nimaga arzon? Bu chista dehqonlardan oladi. 239, bu 365. Narxidan ko'ra qaranglar, qimmatini olsanglar ham aynan mana shu yog'. Lekin Turkiyaga kelib zaytun yog'i olib ketmasanglar bo'lmaydi, uyat bo'ladi. Ya'ni olib ketish kerak.
qaranglar, bunda bu iste'mol uchun bo'lmaydi, ya'ni dorilikka bo'lmaydi bu narsa. Ya'ni mana shu marka mana. Mana yerda qaranglar. Tun yemeklarida, ya'ni ichish uchun bo'lmaydi bu yog'. Ovqat pishirishga bo'ladi bu yog'lar. Buni boshqachasi bor, bu yerda men topolmadim. Shu masalan mana shuni boshqachasi bor. Mana yerda ayol kishini rasmi bor. Ana shuni olsanglar, iste'mol uchun, ya'ni dorilik hissiylar ham bo'ladigan. Xo'p. Bu yoqda ichimliklar, har xil ichimliklar. Qaranglar. Limonadlar. Turkiyada albatta limonad topiy o'rni turadi. Nimagaki limonad juda ham zo'r nima. Har xil energetiklar. Mana energetik. Mana narx. Adashib ketdim. 33 deydi. No, yaxshi. Har xil. Lekin mana bunaqa bloklab olsanglar bo'ladi. Обычный magazinlarda bizda sotmaydi bloklab. Qaranglar. Har xil aromatli gazli suv faqat bu. Ya'ni chisto nimasi deb olmaylar. Qaranglar. Gazoz degani gazli ichimlik. Вообще zo'r. Nimalar olsak bo'ladi? Bu yoqda limonadlar. Har xil mana. Banishsiz. Mana. Bu yoqda xolodilnikda ham olsanglar bo'ladi. Men обычный свежий чай. Sovuq qahva. Olaylik bitta sovuq qahva. Sovuq qahva olaylikmi? Mana sovuq qahva Nescafe'niki. Men bitta zo'r limonad bor edi. Bittalari rosa ko'p ichganman, shuni topolmayapman. 101 dan. Agar topsam, albatta zo'r limonad. Bizda ham bor, adashmasam O'zbekistonda ham. Bu yoqda nimalar bor? Qaranglar, bu yoqda har xil slinkalar bor, qaranglar. Takoy. Mana. Вообще. Har xil pankeklar. Ani. Shundan ham olaylik-da. Zo'r narsa mana shu. Bu yoqda ham oldim. Yeb ko'ramiz. Har xil-da. Hozir tanishtiraman. Har xil. Короче, bu shunaqangaligi yeydigan narsalar. Bu yoqda pomni. Qaranglar, shuncha olgan narsam, yana где-то bir 7 ta narsa, mayda chuyda 7 ta narsa 228 TL bo'ldi. 228 TL. Sizlarga aytdim. $1.46 TL. Ya'ni qancha bo'lganini o'zingizlar hisob-kitob qilib olsanglar bo'ladi.